hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p mashinalarni, uylarni kimgadir hadya etishayotgani yoki bo'lmasam kimnidir sovg'alar bilan ko'mib yuborayotganligini ko'rish oddiy holat bo'lib qoldi. Lekin bu holatda ko'p yoshlarimiz o'ziga bosim qilyapti. Ya'ni men ham shunaqa qilishim kerak, men ham gelik olishim kerak, men ham katta-katta uylar olishim kerak, otamni, onamni umra safariga yuborishim kerak. Qanday qilay? Axir endi 20 yoshman yoki 19 yoshman. Bu ishlarni qanaqa qilib qilaman deb o'zini o'tga, cho'kka, har xil holatlarga solayotgan farzandlarimiz tobora hayotlarini qiyinlashtirib bormayaptilarmikin? Turli xil sovg'alarni reklama qilayotgan insonlardan ular ibrat olmayaptilar. Ular o'zlarini qiyin ahvolga solib qo'yaptilar. Natijada turli xil o'yinlarga berilib, shu o'yinlar orqali katta mablag'larni yutib olaman deb pul tikishadi. Natijada esa uydagilar uysiz qoladi yoki ota-ona mashinasiz yoki turli bir kattaroq bir summadagi pulni yo'qotyapti. O'zingizga keling. Siz hammasiga ulgurasiz. Sabrli insonlar barchasiga sabr ortidan ergashib yutishgan. Shoshilinch qaror chiqarish, o'zingizga dushmanlik qilib qo'yish hech gap emas.